Ko'pchilik shkaflar hali ham odamlar uchun noqulay, eski usulda ishlab chiqariladi. Xo'sh, avvallari shkaflar qanday terilardi? Asosiy shkaf ustiga yana bitta yuqori modul osishardi. U yerda joy juda kam. Biror narsa osish uchun esa doim narvoncha kerak. Eng kerakli tortmalar esa eshiklar ortiga yashirilgan. Ochasan, tortasan, yopasan, har safar ortiqcha harakat. Qo'ldan shiftgacha shkaf qilish ko'rinish jihatdan chiroyli, lekin qimmat. Ustiga ustak tashqi tutqichlar yonidan o'tayotganda noqulaylik tug'diradi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l shkafni hozirgi zamonaviy uslubda yig'ish. Pastki qismda yirik buyumlar, chamadon, kletlar, katta qutilar uchun joy, o'rtada uchta chuqur tortma. Birinchisi mavsumiy kiyimlar uchun, ikkinchisi kundalik mayda buyumlar uchun, uchinchisi esa kun oxirida yechilgan kiyimlar uchun. Yuqorida eski osma modul bo'lmaydi. Shkafni to'g'ridan-to'g'ri shiftgacha ko'taramiz va ichiga harakat datchigi bilan yoritish sistemasini qo'shamiz. Yuqorida mavsumiy kiyimlar uchun shtanga, uning ostida har kuni kiyiladigan kiyimlar uchun ikkinchi shtanga. Kiyimlar oson pastga tushadi. Ishlatilgach esa yumshoq tarzda yana yuqoriga ko'tariladi. Qisqa kiyimmi, uzun ko'ylakmi, hammasiga moslab sozlash mumkin. Bu tizim tutqichlarni olib tashlaydi va shkafning har bir santimetridan foyda olishga yordam beradi. Natijada nafaqat chiroyli, balki haqiqatan ham qulay shkaf paydo bo'ladi. Agar siz ham uyingizni zamonaviy va qulay qilib ta'mirlamoqchi yoki jihozlamoqchi bo'lsangiz, Premium Build jamoasiga murojaat qiling.